Ochgan balki. Darknet 4-qism. Klonlarning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachanchiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darkin saytiga kirib, yana mana shunaqa bir qotil bir klonlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realan qo'rqaman va realan cho'chonman. Chunki har safar borgansa qo'rqinchli klon kelyapti va bu safar qanaqadir klon keladimi? Umurni bunaqasi tushmaganman. Biz oldin klonni mayli, qayerdir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'ladi. Mana buncha qolib nima qilamiz? Mamitidan kim olamiz? Prekin Mamitidan. Men to'g'risi boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak. Baribir. Shunchasi vaqt buni odamni ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mamna qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivni u yoqdan bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dubini qirib, bilab bo'yini. Okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, xo'p, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Bilmayman qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani. Voy, stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun-a? Hech kim yo'q o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'miqir bo'yisiga. Welcome, sekin. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratdi yurganiga? Ahamiyat qaratinglar yurganiga? Cho'loqlarni vaziyati. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Menimcha-da. Oyog'on tagida nimadir bor. Demak, qochib yursak deb o'z qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da.